Un qo'shilgani qoraydi, tozasi qoraymadi, ana yo'tdi rangi turibdi. Qurt bozoriga ham yetib keldim. Hozir qurt bozorini aylanib chiqamiz, yuringlar. Sizning qurtlaringiz bilan tanishtiring. Men bu Samarqandniki, men bilan hammasi Zominniki. Bunda uni bormi bu? Bor. Mana. Bunda ozgina uni bor ekan. Un qo'shilgani 65 ming. 65 ming. 80 mingdan tozalari. Tozalari 80 ming. Qashqadaryoniki. Qashqadaryoniki. Nech pul bu? 120 ming. 110 ming qilib beraman. 110 ming qilib beryaptilar mana shuni. Men bilan Kopchoniy, men bilan Rayhon. Rayhonli. Zominniki. Zomin. 70 mingdan o'pdim. 70 mingga o'pdim. Tochkani ko'rib olinglar ana. Dilbar qurt. Echki qurt kerak sizga, echki qurt. Echki qurtimizni 150 ming so'm. Joylarida mana shunday qurt ko'ramiz. Bittasini yeb ko'raman men. 80 ming Damashqning aka. Joylarida mana shu 80 ming ekan. 120 ming tosh qurt. 50 mingdan boshlanib 150 mingda tugadi oxir qurtim. So'ramasam ham layklar bosib, podдержка qilib turgan obunachilarim kelsa, kelishib beradilar narxini. Qatdan kuzatyapsizlar. Qurtlar necha pul sizlarda? O'shalarni ham izohlarda qoldiringlar. Telefon raqamlarini video opisaniyada qoldiraman. Bularda dastlabki xizmatlari ham bor. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.